erga tegmagan dugonangizga qachon erga tegasan durmanglar o'rgilay. Eri yo'qlar отношения qurishdan qo'rqishmaydi, ular qaytib erkin bo'lmaslikdan qo'rqishadi. Bir o'zi mazza qilib, xolagan kinosini ko'rib, xolagan odamini g'iybat qilib, xolagan joyiga borib, dugonalari bilan kayf qilib yashab yurgan odamdan. Uydagi pardani rangi erini urushga borgan dodasini sevimli nosini rangiga to'g'ri kelmay qolsa ishkal qiladigan odamga aylanib qolishdan qo'rqishadi. Erga tegmagan dugonangizdan qachon erga tegasan deb so'ramanglar, u sizdan qachon ajrashasan deb so'ramayapti-yu tavba. YouTube'da xolagan videosini ko'rib yashayapti. Ertaga er topilsa, kechki ovqatdan keyin Real Madrid bilan Barselonaning o'yinini ko'rsinmi endi sizga o'xshab? Siz erga tegganingiz uchun ham Ronaldo bilan Messini urush a'zosiga aylangansiz. Endi erga tegmagan dugonangiz ham safiylarda jang qilishini xohlayapsiz. Hozir sizni butun bir kuningiz eringizni tursiga vaqtida qurmagani uchungina buzilib, uyda 3-jahon urushi boshlanishi mumkin. Bu qizda nastroyeniya buzilishi uchun rayhonli qurt ichidan rayhon chiqmasa yetarli. Internet sal qotsa shuni o'zi yetadi, vaziyat sizchalik og'irmas. O'shaning uchun qachon erga tegasan durmanglar, hammani xato qilishga o'zini vaqt soati bo'ladi. Sabrli bo'linglar.